Jamiyatimizda ayollarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning bilim olishi, kasb egallashi va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biridir. Yurtimizda nozik xilqat vakillariga bo'lgan yuksak e'tibor tufayli minglab ayol-qizlar oliy ta'lim muassasalariga kirish, ilm-fan bilan shug'ullanish, zamonaviy kasblarni egallash imkoniyatini qo'lga kiritmoqda. Marjona Jo'raqulova esa ayni zamonaviy o'zbek qizlarining ilhom manbasi bo'lib xizmat qilmoqda. U yaqinda davlatning yuksak e'tiroflaridan biri bo'lgan O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bundan avval esa kelajak bunyodkori medali sohibasi sifatida ham e'tirof etilgan. Marjona rahbarlik qilayotgan Qizlar akademiyasi qisqa vaqt ichida minglab, millionlab ayol qizlarni bir maqsad atrofida birlashtira oldi. Qizlar akademiyasi onlayn platformasi orqali siz uyda o'tirgan holda bepul yangi va zamonaviy kasb-hunarlarni egallashingiz mumkin va bundan tashqari akademiya doirasida motivatsion uchrashuvlar, mahorat darslari, treninglar, ijtimoiy loyihalar yo'lga qo'yilgan. Bu esa qizlarning o'z salohiyatini yuzaga chiqarishga keng imkoniyat yaratmoqda. Hamma kurslarda o'qish mutlaqo bepul. Prezidentimiz ham nutqlarida ayni 30-kun yoshlar bilan uchrashgan vaqtlarida muvaffaqiyat formulasi 3 ta muhim mezonga asoslangan. Birinchisi uni bilimi bo'lishi kerak, ikkinchisi u kasb-hunarli bo'lishi kerak, uchinchisi esa u bevosita texnologiya bilan yaqin bo'lishi kerak degan fikrlarni bildirdilar. Bugun biz ham jamoamiz bilan qaysidir ma'noda aynan kasb-hunarga o'qitish missiyasini amalga oshirayotgan bo'lsak, bizga o'xshagan ko'plab loyihalar aynan mana shu 3 ta muhim mezonga e'tiborlarini qaratadigan bo'lsa, albatta tengdoshlarimizni muvaffaqiyatli bo'lishlariga o'z hissamizni qo'shamiz. Biz bir narsani bilamiz, davlatimiz rahbari bizga ishonch bildiryapti. Bu ishonchni, bu mas'uliyatni, bu imkoniyatni to'g'ri tushungan holatda, anglagan holatda bor kuchimizni safarbar etishga va mana shu jamiyatimizda ayol qizlarni kasb-hunarli bo'lishiga, hayoti qiziqarli bo'lishiga va o'ziga, oilasiga, mahallasiga, jamiyatiga nafi tegishiga kichkina bo'lsa-da hissamizni qo'sha olayotganligimizdan xursandmiz. Joriy yilning 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirda Marjona Jo'raqulova O'zbekiston Respublikasi Prezidenti bilan uchrashib, yoshlar nomidan nutq so'zladi. Ushbu chiqishda Marjona Qizlar akademiyasi onlayn platformasi orqali bepul kasb-hunar egallaganlar soni 1 milliondan oshganligini va mamlakatimizning chekka hududlaridagi ayol qizlar ham zamonaviy bilimlarga ega bo'layotganligini ta'kidladi. Agar bir oilada bir qizni tarbiya qilib, oliy ma'lumotli, madaniyatli qilsak, butun oila madaniyatli bo'ladi, ma'rifatli bo'ladi, bilimli bo'ladi, hayotga qadamlarida shaxdam qoladi. Agar oila baxtli bo'lib shu qiz bolani tarbiya qilsak, jamiyat ham tarbiyalanadi. Marhamat, nima takliflaringiz bo'lsa, men eshitishga tayyorman. Siz bergan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, Qizlar akademiyasi jamoamiz bilan birgalikda 1 million ayol qizlarni bepul o'qitib va ularni ilk daromadga chiqishlariga hissamizni qo'sha oldik. 1 millionni 1 milliondan oshiq ayol qizlarimizni kasb-hunarga o'qitdik, bepul sertifikat olib ilk daromadga chiqishlariga yordam berdik. Men bugun hozir nutqingizni eshitganimda qayta kasb-hunar masalasi, texnologiya, o'sha muvaffaqiyat formulasi shunga bog'langan. Yoshlarimiz bilim olishi kerak, texnologiyalar bilan hamnafas bo'lishi kerak va kasb-hunar o'rganmasa bugun zamon ularni muvaffaqiyatga yetkazmaydi degan fikrlaringizni eshitib, biz qaysidir ma'noda sizga munosib bo'lishga harakat qilayotganimizni ich-ichimizdan his qildik va bitta narsani aytmoqchiman, hurmatli prezident, bizning jamoamiz juda ham katta. Mana shu Qizlar akademiyasi, Qizlar ovozi klubi doirasida birlashgan qizlar bilan bugun eshitgan har bitta tashabbusimizni yetkazamiz. Bizga ishonch bildirayotganingiz uchun rahmat, hurmatli prezident. Bugun Qizlar akademiyasi oddiy loyiha emas, balki o'z orzulariga ishonadigan, ilm bilan yuksalishni maqsad qilgan va jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shishni istaydigan qizlar harakatiga aylanmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimizda ilm-fan yo'lidan borib, jamiyat taraqqiyoti va yurt kelajagi uchun o'z hissasini qo'shayotgan ayol qizlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Ular orasida Lobarxon Jalolova ham bor. U prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Navoiy vorislari g'azalxonlik respublika ko'rik-tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritib, prezident sovg'asi Spark avtomashinasiga ega bo'lgan. Ushbu mukofot nafaqat uning mumtoz adabiyotga bo'lgan yuksak muhabbatini, balki yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining amaldagi natijasi ekanligini ham yana bir bor ko'rsatadi.
ajdodlarim menga iftixor g'urur, shu mavjlardan tomgan nuqra umidim, shoira qizlarim baxsh etgan surur. Lobarxonning adabiyotga bo'lgan mehri, bilim olishdagi intilishlari 2023-yilda munosib taqdirlandi va Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Ushbu e'tirof uning nafaqat iste'dodi, balki jamoatchilik faoliyatidagi tashabbuslarining yuksak bahosi bo'ldi. Mamlakatimiz rahbarining tashabbuslari bilan bugungi kunda magistratura bosqichiga topshirgan xotin-qizlarimiz bepul tahsil olishadi va men ham ushbu imkoniyatdan foydalandim va Yangi O'zbekiston universitetida magistratura bosqichimni shu yil tamomladim. Mamlakatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, agar biz bir qizni o'qitsak, biz butun bir avlodni tarbiyalagan bo'lamiz dedilar. Negaki aynan ayol kishi o'z oilasidagi, o'z jamiyatidagi muhitni o'zgartirishga qodir. Men ham mana shunday mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan xotin-qizlar qatorida ekanligimdan faxrlanaman va 2023-yilda mana shu sa'y-harakatlarim yuqori baholandi va men Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasiga aylandim. Ha, bugun O'zbekiston qizlarining orzulari qo'llab-quvvatlanmoqda, iste'dodi qadrlanmoqda, mehnati munosib e'tirof etilmoqda. Zero davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik tufayli yuzlab, minglab, millionlab ayol qizlar o'z salohiyatini ro'yobga chiqarmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda.